siz baribir oyoq meni ko'rib turibsiz, taniydigan inson. Ushab tur, faqat qo'yvorma. Siz meni ko'rib turgan. Bundan boshlab bu gapni aytmayman endi. Mana shu siz degan gapim kimdirlarning qalbiga tegib qoldi. O'zingiz uchun bilasiz, baribir meni ko'rib turgan inson. Bugun aytmoqchi bo'lgan mavzuyimiz devorlarga yozilib ketgan har xil yozuvlar, Instagram, Telegram orqali chiqayotgan halol ish, halol biznes, kuryerlikni aytishyapti, telefon qilib internetdan bog'lansangiz, narsa qo'yib ketasiz, o'tga qo'yib ketasiz, haftasiga $700 deyapti. Bu hammasi bu narkotik narsalar. Ko'pi bunda yoshlar, studentlar, bekorchi o'tirib qolgan insonlar bu bilan shug'ullanyapti. Lekin oxiri bu narsa bilan shug'ullanasiz, oxiri bu bilan qamoq bilan tugayapti. Aytmoqchi bo'lganim, Yandex taksini chaqirishyapti, chaqirishgandan keyin zakaz atmen deb o'chirib qo'ying, borganda biz sizga ko'proq qo'shib beramiz deyapti. Borib joyida narsa o'tganda militsiya ushlab oladigan bo'lsa, taksi ham qo'shilishi поддельный, sherik bo'lib ketyapti. Aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Yengil pul topaman deb orqasidan yugurmaylar, lokatsiya, Telegram, halol pul topaman deb har xil kuryerligi shug'ullanmaylar. Keyin aytmoqchi bo'lgan narsam, o'rtada oyoqli, o'zbek tilida aytganda, kichkina shahar tilida aytganda oyoqli kuryerlikning o'zbekcha varianti bor. Oyoqli degan narsasi olib berishida narsa olib beradi. 50 ming so'm, 100 ming so'm qimmat aytyapti, keyin orasidan sichqonlik qilib sindiradi. Shunaqa do'stlarimiz ham bor. Shunaqa yengil pul topishni o'rganib oldi. Aslida kuryerlikning o'zbekcha varianti. Oyoqliga o'tib olishgan. Oyoqli deganda kim u? Libo время telefon qilsangiz, unda narsa bo'ladi. Yoki narsa topib beradi, bundan topib beradi. Keyingi chiqayotgan videolarimizni kuzatib turinglar. Ko'p endi bu yog'iga xudo xolasa yolg'on haqida bo'ladigan mavzular va oyoqlar haqida ham siz baribir oyoq meni ko'rib turibsiz, taniydigan inson siz haqingizda ham keyingi videomizda chiqib qoladi. Rahmat oldindan.